Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda Telegramdan chiqmagan holatda mukammal kinobot yaratishni o'rganamiz. Buning uchun Telegram qidiruv joyiga kirib Capital Builder bot deb izlaymiz. Ushbuga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng botni boshlash tugmasini bosamiz. Botlar paneli bo'limiga kiramiz. Yangi bot yaratishni bosamiz. Kinobotni tanlaymiz. Botni yaratishni bosamiz. Balans orqali token kiritamiz. Bot fazer kirib tokenni nusxalab olganimizdan so'ng biz tokenni yuborishimiz kerak bo'ladi. Botga o'tish tugmasini bosamiz. Start bosamiz. Bizga premium kinobotimiz tayyor. Bizning admin panelimiz. Admin panel mukammal, premium, hamyon bo'limlari mavjud. Buni o'zingiz sozlab olishingiz mumkin. Bot manzilini kommentariyada ham yozib qoldiring. Sizga mukammal Telegram bot mobil ilova va veb-sayt kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat uchun manzil video aksiyasida.